Assalomu alaykum barchaga. Akalar, bu bog'imizda oldinlari juda ham odam ko'p bo'lardi. Odam yurishga ham ba'zi yo'llar qolmay qolardi. Shu darajada odam ko'p bo'lardi. Xo'p, yani akalarimiz yaxshi niyatda ish boshlashibdi. Ushbu bog'imizni hozir yangilanyapti. Yangi zamonaviy o'yingohlarni olib kelib o'rnatishyapti akalarimiz. Boshlagan ishinglar akalar xayrli qilsin. Omadinglarni bersin. Malades, mana shu o'zimizni Andijon viloyati Xonobod shahardagi o'zimizni bog'imiz shunaqangi chiroyli bo'lib, o'yingohlari, hamma tomonlama shart-sharoitlari yaxshi bo'lsa, o'zimizga yaxshi. Mehmonlar ham ko'p keladi. O'zi Xonobod shahrimiz o'ta ham chiroyli, o'ta ham go'zal, tabiati ham toza havo, suvlarimiz ham tiniq. Boshlagan ishinglar xayrli bo'lsin akalar. Ushbu bog'imiz xohlasa tez kunda bu yo'llarida odamlar sig'maydigan darajada eski holatini tikalaydi inshaalloh.